Qarg'avoq xususiy maktabiga qayerdan keldingiz? Namangan viloyati Pop tumanida. Sizchi? Andijon viloyati Sharg'on tumanida yurdim. Shuncha uzoqdan kelib o'qishingizga sabab nima? Bu yerda yaxshi o'qitadi, bizga aytishdi. Biz ham shu yerga kelib yaxshi o'qishga harakat qilyapmiz. Sizchi? Akalarim, opalarim mana shu yerda sertifikatlar olib ketgan ekan, biz ham mana shularga intilib, domlalar yaxshiga o'qigan keldik. O'qishlar sharoitida siz o'ylaganda yaxshimi? Ha, yaxshi domlalari yaxshi o'qitar ekan va kvartira ovqatlari 3 mahal hamda huzur. Boshqa o'rtoqlaringizga ham tavsiya bera olasizmi? Ha, albatta hamma kelishiga tavsiya beraman. O'qishlar zo'r, hammaga maslahat beraman kelishi. Sizlar opa-singilsizlar-a? Ha, biz opa-singilmiz. Necha sinfsizlar? Men 9-sinf, men opam 10-sinfmiz. Qayerdan kelib o'qiyapsizlar? Namangan shahar. Uzoqdan kelib o'qishlaringiz sabab nima? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, reklama orqali keldik. Rostdan ham aytganlaridek yaxshi joy ekan. Ko'rib turganingizdek, bizga boshqa viloyatlardan ham kelib o'qishadi. Agar siz ham meditsina sohasini tanlamoqchi bo'lsangiz, Qarg'avoq xususiy maktabiga kelib o'qishingizni tavsiya qilamiz. Joylar juda oz qolgan.